Bermaganim jazo emas. Boy qilib qo'yganim, ikrom ko'rsatganim, kambag'al qilib qo'yganim jazolaganim emas. Ato qilishim sinov, man qilishim shifo. Alloh taolo bergani, boy qilgani bu sinov. Bermagani shifo. Nimadan shifo? Gunohdan. Puli ko'p bo'lmagan odam gunoh qilgani imkoniyati kaltaroq bo'ladi boy odamdan ko'ra. Kim Allohdan so'ramasa, Alloh undan g'azablanadi. Kim Allohdan so'ramasa, Alloh shu bandasidan g'azablanadi. Odatda insonlar, bandalar so'ragan vaqtingizda g'azabi kelsa, Parvardigor so'ramay qo'ysa g'azabi keladi. Shuning uchun Alloh taolodan qancha ko'p so'ragan banda Allohga shuncha bir ehtiyoji kattaligini izhor qilgan bo'ladi. Binoanalik Alloh shu bandani boshqalardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radi. Alloh dunyoni berganligi shu bandani yaxshi ko'rganligi emas ekan. Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga nimani beradi? Walamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilma kazalika najzil muhsinin. Qachonki u balog'atga yetgach, biz unga hikmatni va ilmni ato qildik. Biz muhsin bo'lgan bandalarimizni shunday mukofotlaymiz. Yaxshi ko'rgan bandasiga ilm berar ekan, hikmat berar.